أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك. 5. bölüm açlık, mevzi ve muşunninki zakat kıldığı ölçem qaysı, zakat miqdarı qanchalik. Ve ecma'u ala annal vaciba fil hubub. İcma o'rni dedi, lekin icma o'rni hububda, hamma hubub emas icma o'rni. Kinasizlar icma qildi bular. Tamam? Al-hinta va sha'ir. Bunun ichidan da amma ma suqiya bis-sama'i fil-ushr. Hozirda kildigan zakat miqdorini burun deymiz. Nisabdan ilgari. Qancha zakat qildi desa, bekaliq suv bilan, osmonning suvi bo'lsin yoki buloqning suvi bo'lsin, hammasi o'xshash. Undan biri zakat qildi dedi. Wa amma ma suqiya bin-nadhi, chilak suv tatib masalan, yoki suv setilib japaliq so'rilgan bo'lsa, 20 dan biri dedi. Li thubuti zalika anhu sallallohu alayhi vasallam. Ashhadista fima saqat as-sama wal uyun aw kana athariyan al-ushr wa ma suqiya bin-nadhi nisf al-ushr. Bu Sahih Buxoriydagi hadis. Endi athariyan degani yomg'irning suvi yig'ilib qolgan yerda yildiz orqali ishadigan bo'lsa demakchi. Ya'ni yomg'ir suvi ko'lchakda o'ydan chiqib yig'ilib qoldi-ku, shuni andin yildiz bilan shuni ishadigan bo'lsa demakchi. Ya'ni yomg'ir suvini ishadigan bo'lsa demakchi. Buningda 10dan biri. Suv tatib, japa tatib, chiqim tatib sug'urdan bo'lsa 20 dan biri dedi. Bu şu hadiste Sahih Buxoriydagi hadis kelganlikdan bunda icma var. İcmanın o'rni hububning hammasi emas, hinta va sha'irda. Biz yuqorida shuni bayon qildik-ku. Wa amma an-nisabu fa innahum ikhtalafu fi wujubihi fi hadha al-jins min mal zakat. Nisab kelsak, qanchalik bo'lgan chaqda andin zakat berish farz bo'ldi. Fa innahum ikhtalafu fi wujubihi fi hadha, yani wujubihi mishada wujubun nisab. Müştürlük malda, açlıkta nisab vacip bulamdı, bu nisab var mı yok mu? Müşahında ihtilaflaşıp kaldı dedi. Fasaral cumhur ila icabin nisabi fihi. Köpçülük alimler bunun içinde Hanefi mezhebinin sahibeyni var. Nisab vacip bunun da dep vardı. Ve huve khamsatu awsuq. Bu 5 vasak nisab var. 5 vasaktan aşkanda andın zekat veriş farz oldu. Bunundan tövünde zekat vermesin buldu dep vardı. Vel vasaqu 60 sa'an bi icma'. Vasaq deganimiz 60 sa keldik. Endi 1 sa degan qanchalikdir? Hanefi mazhabda 1 sa degan 3 kilo chorak, baş jumhurning qarashida 2 kilo 40 gram. Endi buni hisoblab chiqsak, 1 vasaq qanchalik chiqadi desa, Hanefi mazhabining qarashida 195 kilogram 1 vasaq. Ko'pchilikning qarashida 122 kilo 400 gram. Demak 5 vasaq hozir jumhurning qarashini olib aytsak, Cumhurning o'sha jalliq, chunki Hanefi mazhabda o'lcham jihatda keyin Abu Yusuf Imom Malik bilan munozirlashgandan keyin kamchanni ko'z qo'ygandan keyin qoyil bo'lgan. Davomdan keyin jumhurnikini olsak 122 kilogram 400 gram bo'lgandan keyin 5 vasaq qanchalik bo'ldi? 612 kilo. 612 kilo yesa ondan bu açlıkta mesela buğday, onak, guruch bunda zakat kıldı, yani 3 vacip buldu. Onun yetmese kemmaydı değil mi? Yarım tonna etrafında. Yani bir mezhebninkide 975 kilo yakın buldu. Yani 1 tonna yaklaşık buldu. Demek bu cumhurninkine alsak, kembagal için şu faydalı. Hem ölçem cihatta köpçülüknin tutkanımız ölçümü şu doğru. Vassa'u 4 amdad bi muddin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sa' degan qanchalik etse 4 mud. Mud degan qanchalik etse, ikki alqandan shunda bir uchumlab olsa 1 mud. Mundadan 4 olsa 1 sa' bo'ldi. Odatda amaliyotda hozirma qo'li normal, alqin normal bo'lgan kishi 4 qatim munda olsa shu 1 sa' bo'ldi. 2 kilo atrofida 2 kilodan sal ishi mumkin. Har bir olsa 1 jingdan sal oshsa kerak. 1 jing atrofida ishi mumkin. Demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kamchilligan shu mud kamchini var, shuning bilan hisoblasa
4 mud çıkıdı dedi. Bir saat. Resulullah'ın hadisinde Resulullah bir mudda tertaltı, bir saada yönetti dedi hadis var. Yani bir mudda tertaltı yani 500 gram, 550 gram suda tertaltı yani. Bir saada yani 2 kilo etrafı suda yönetti. 2 kilo ya 2 litreden çıkarak, litrede kaçlaydı o hazır sonra. Çoğun şişli suda 2'den sen çıkarak. Aşağıda yönetti dedi. Başta bir bedenge hem tekliz ettik ki üstünden kuvvesi buldu ama sonra. Demek mud hazır aşında bölsek 510 gram çıktı ki. Yani biz can değil. Bundan da bu öşürgen özünün hacetinden açtı Aşmadı bunun karmız. Bazı yerde yağ az olup kalıp 15 edemdeki azgının yağ deyip kalsın. Azrakla bir açlık çıkardı. Ebu Hanife'nin karşıda nisab yok değil. Hazır mesele derler. Bizden ayette aşılgan mı aşmaydıgan mı ölçen beklemdik şunu oldu. Ama Ebu Hanife nisab yok dedi. Mesela size 100 kilo açlık asılı mı? 100 kilonun 10 kilonun kaç çağrı ettiler. Ama köpçülükten karşıda sahibeyin başka mezhep imamının karşıda 5 vesak ölçem. Her bir adam bir aile işi değil mesela. 600 neç kilodan aşsa ağan usulü. Andın öşürsünü ayrıydı. Bunun yetmesi ayrımaydı dedi. Çünkü özgür araya gitti bu demek. Mana vel cumhur ala enne muddahu ratlun ve thuluthun ve ziyade yesira bil Bagdadi. Bu ratl degan nimanda? Ratl deganmi bu aş mudga yakın. Bu egirlik ölçümü o deymi. Bu 406 gram kilga hozirgi o'lchamda. Az sulusuna qatda sulus ve ziyade yesira degani şunun bilan undan qanday oldu 510 gram bo'ldi shu. Yani şu 510 gram o vardı. Bagdadi degani bu kemchalla Bagdadda bir xil jiyan, Mısır'da bir jiyan, Şam bir jiyan unda bo'lgan ekan, Şam ratladımanda, Mısır'da ratladımanda xuddilik charakda masalan Xotanda boshqacha, Qashqarda boshqacha, boshqacha. Xotanning charaki bo'yicha manchilik, Qashqarning charaki bo'yicha manchilik deydi. Qashqarda 10 kilo ama 10 kilo bir charak deymiz. Xotanda 9 kilo bir charak deydi. Yani ziyada 12 kilo deyish mumkin. 12 kilo mesela. Yoki og'liq postgami 8 kilo. Aynen. Demek bu Bagdadi degani şu Bagdaddagi kamchan ashunda keldi. Mısırning Ratl Masri bu boshqacha, Ratl Shami bu boshqacha. Ve ilayhi raja Abu Yusuf hina nadarahu Malik ala madhhab ahli al-Iraq li shahadat ahli al-Madina bidalik. Ve Abu Yusuf bu mudning ölçüm manchilikda deb turgan. Abu Hanife bilan billah bu manchilikda deb turgan. Yani bu ikki Ratl chiqdi deb. Turgan ekan İmam Malik bu ratlun ve sulus ve şöyle deb manda degan. Yani ki ahir bu münazir netişmandan ahire qanday qilgan aşu Resulullah'ın davrdan qalgan kimchinni saqlab atgan bir oila bor ekan. Sahabaning nevaralari. Shu aşu nimani kimchinni achqinlar. Yani ki bir açıkap bu sizlar kimdan qalgan? Bu bunun dadamning dadasining aşu Resulullah aleyhisselam sahabe bo'lmasdan qaptigan ekan. Mana bir ölçep ko'ramiz yani ki bu ölçep ko'rganda aşu İmam Malikning degandek chiqqan ekan bo'ldi. Men qayil oldim deb Rabb aşu va sulus va shay'un yasir deb shunga ma'qul kelgan. Namazın vaqtida shunday ratlaşni shu mud. Lekin ki ratlaşilgan bo'lgan ekan bu mudning o'lchami ma'lum qanchalik udiltildi deganda belgilashda ixtiloflashib qolgan ekan, chiqib kamchallab baqqan ekan, hani 2 rat emas, bir ratla yani 3'ten 1'e yani azroq chiqqan ekan qayli. Demak, hozir Hanafi mazhabining usta ratl deb qolsa, bir ratli 406 gram ekan. Ammo jumhurning qarashida 382 gram bo'ldi ekan. Ratlim o'xshamaydi. Wa kana Abu Hanifa yaqulu fil mudd innahu ratlan. İmam Abu Hanife bu mudning o'lchami Rasulullahning zamonidagi mudning o'lchami demakchi. 2 ratli to'g'ri keldi deb turgan edi. Wa fi sa' innahu 8 artab. Sa 8 ratli to'g'ri keldi deb turgan. O'zatdan da Abu Hanife'nin şagirdi Medine'ye bunu aniqlab dal joyida chiqqan ekan, mushu kuchliqan. bir sonning tadbirda bo'lishini ittifoq. Wa qala Abu Hanifa laysa fil hububi. Ammo jumhurning qarashining muqobilda Abu Hanife'ning de bu hububda, mevchivda nisab yo'q. Yani ma'lum bo'lgan manchilik bu o'zining ehtiyoji olmaydi. Bunda zakat kammas, bunda deb turolmaydi. Az olsun, ko'p bo'lsin, qanchalik usul olsa, shuni 10dan birini zakat berdi. Yani bir tağa usul olgan kishi, bir tağani gerçi o'zi 3 oy deb bo'lgan bo'lsa-mu,
O'ziga yana yetmaydigan bo'lsa-mu, shuni o'shirisini ayiradi. Yani bu mu ayrıydı? Hani başka bir tane ağını mı? O mu ayrıydı? Hani bu yemeğinden çağda yani başka bir tane ağını bunu verdi. Müdahale tanışıldığın gibi demez. Bundan zekat bir galla na köpülük yüzü. Asasen mi diyken zekat bir dem. Öşür ayrıydıgan buldu. Ve sebep ihtilafı muaradat umum lil husus. Yani bir yerde ihtilafın sebebi umum bilen husus zidkep kalgandı. Umum kaysa fekavlu sallasem fîmâ sakatis semâ'u والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. عثريا بالعين عثريا فيما سقط السماء يمغولا صور الغنشنما ياكي عيون ديجنا بلاق قدقلا ونيكي أو كان عثريا ديجان يمغو يغيب تحتبل يمغو تشكن شو سولا بده كلچak oydan yağı yığılıp kalan bolsa keyin şu nimaninki o'simlikning ya daraxtninki yiltizlari aş sudun da içip mıkıgan bolsa demek. Yiltiz aş sudun tartkan bolsa demek. Bizi kovalap motorluqdan qop oynanda su tabiiy chiqqanmi? O tabiiy chiqadigan buloqlar. Ondan tabiiy chiqadigan bo'lgan ekan, hani quduqdan ma nadh bo'lgan ekan, tartib chiqqan ekan kuch ketdi, buning nisblashirib ketdi. Lekin bu buloq deb qo'ysak, shu to'g'ri chiqadi. O'zikin eqib mayonga eriq ulab su chiqib turdi-ku, kuch ketmaydi uningga. Nadaha degan miyada quduqdan su tortdi, chilak bilan tortishni nadah deymiz. Ammo su chechibda ustiga to'kitishni ham nadah deymiz. Chaplak tarlar shuni chirimdi. Ashumi nadah bo'ldi. Ashumi bir xil kuchdan nima qildi emasmi? Binasi yasash kerak bo'ldi. Japa ketdi, motormi nadah. Wa amma al-khusus faqawlu salsam laysa fima duna 5 awsuqin sadaqa. 5 vasaq ketmagan ashliqda zakat yo'q dedi. Demek mavu xasımdı. Qanda xas ise umumdan hozir 5 vasaqga yetganini chiqaribdi bu. Chiqarib yetmaganga xaslashtirib qo'ydi. Wal hadithan sabitan. Bu ishkilisi sayyidistor. Yani Buxoriy va Muslimda bor demakchi. Faman ra'al khususa yubna alal umum. Endi xususni olibdi, umumdan olmay deganlar deydi. Qal labda min nisab. Nisab bo'lishi kerak 5 vasaq. Va huwa mashhur. Bu mushu al-khas yubna al-am degani mashhurroq qarash dedi usul fiqhda. Halaqa muqayyad mutlaqning gapini shunday bo'ldi-ku, o'xshash. Wa man ra'ana al-umum wal-khusus muta'aridan idza juhila al-mutaqaddim fihima wal-mutaakhir. Endi bu ikkisi qas ilgari, qas keyin kelganligi uqilmay qolsa bu bir-birini zidkab qoldi. İz kana qad yunsaqu al-khusus bil-umum indahu. Deb unda bu xususni umum mansub qilib ta'likda deb qaragan bo'lsa, umumni xususni umum mansub qilib ta'likda id kullu ma wajaba al-amal bihi jaza nasxu. Chunki amal qildigan bir ish bo'lsa, mansub qilib ketishi mumkin. Va nasx qad yakun al-ba'd va qad yakun kull. Nasx degan ba'zida bir qismiga qaratildi, ba'zida hammani qilib o'tadi dedi. Va man rajjaha al-umum qala la nisab. Andan shu yuqorqi mushkatni deb yana umumni undagi umumni tarjih qilaman deb turgan kishi endi nisab yo'q dedi. Abu Hanifa nisab yo'q dedi. Lakin hamlul jumhur indi al-khusus ala al-umum huwa min bab tarjih al-khusus ala al-umum fil juz' alladhi ta'arada fihi. Lekin mening qarashimda deydi muallif. Ko'pchilik olimning xususni elishi umumdan may. Bu xususlar umum zikr qilgan ash bir qismdilan andan xususni tarjih qilganlar deydi. Şu kısım qaysi zikab qolgan qism 5 vasaq yetmagan qism. Yetmagan qism zikab qolgan, yetib qolgan qismda unda ittifoq shunami? Yetmagan qism islab bo'lgan ekan, shu qismda biz nimani xususni olmaymiz demakchi. Fa innal umuma fihi zahirun. Chunki umumlik dalalati buningda dalalati zahir, shunami? Bu zahir denadir, shu usul fiqhdagi anva' dalalat, zahir dalalat va buning. Azraqamda 80%, 85% ya 90% dalalat qilish bu. Ammo maxsusning dalalati 100% nas. Aniq, keskin. Ehtimollik yo'q. Lekin zahirda 10% bo'lsa ehtimollik bor. Bu ana o'zi tarjih qilyapti hozir. Fata'ammal hada fa innahu sabab alladhi sayyara al-jumhur ila an yaqulu bunya al-amal al-khas. Shu xasga bo'ysundirimiz umumni deb chiqishining sababi mushu deydi jumhurlar. Amaliyotda bu bunyal amal xos degan gap amaliyot bu unda bino qilganlik emas deydi. Ibora suygancha shunda deydi emasmi? Nabnul amal xos masalan.
Yani umumni nimaga bo'ysundiramiz demoqchi. Umumni xasning ustiga dastilaymiz demoqchi. Amaliyotda bunda dastilash emas deydi. Chunki at-ta'arud baynahuma mavjud. Chunki ularning o'rtasida bir ta'arud bormi yo'q? Ta'arud bo'lganda hamlul am val xas deyish kerak dedi. Hozir bu yerda ta'arud bo'lmagan chaqda anda bunda ustiga dastilash bo'ldi. Zid gap qilsa unda dastiligili bo'lmaydi. Chunki buning o'rtasida bir zidlik bor edi. Qonunda shu bir qismdalikqa, xas bir qismda. Illa an yakuna al-khusus muttasilan bil umum. Faqat damamda xusus umum bilan tutashgan bo'lsa, bu chaqda istisno bo'ldi. Fima saqat sama al-ushr illa ma lam yablugh 5 awsuq degan bo'lsa, bu chaqda andin uni ustiga qurildi. Bu boshqa hadisda, u boshqa hadisda kelgan ekan, uni ustiga qurish degan gap bo'lmaydi. Wa ihtijaj Abi Hanifa fi an-nisab bi hadha al-umum fihi da'fun. Abu Hanifa'ning nisab belgilashda, ochliqning nisabini belgilashda mushu umumlik bilan istidlol qilishi ojizlik bor buning deydi. Chunki hadis innama xaraja makhraja tabyin al-qadr al-wajib minhu. Chunki bu hadisda nisab belgilash uchun kelmadimi hadis? Qanchalik zakat berisiz deganini bayon qilib keldi deydi. Undan ekan nisabning ishi ma'nosi yo'q. Nisabning qonunda laysa fima 5 awsuqin sadaqa degan deydi. Mushu to'g'rimi? Mushu jumhurning qarashi to'g'ri. İşkilisi Seyyid Bukhari'ye hadis. Belki muttafaqun alayh. Şuna sabitan dedi. Vel hadisen sabitan da bunun hadisi hiç qanday gap qilib baqalıyor. İmam Abu Hanifa bu qarashni olgan chog'da balki hadis aytmagan bo'lg'itdi. Allohu a'lam. Şuna sahiben jumhurdan qashqa o'tib ketdi. Delil jalla deb qarab. Vaqtalafu min hada al-bab fi an-nisab fi 3 masail. 3 masalada ixtilof chiqqanmish nisab munosabatida. Birincisi fi dammul hubub ba'daha ila ba'd fi an-nisab. Endi bu ashliqni bir-biriga qetib andan hisoblamda o'qdi. Mesela buğday qo'noq olmos ikkisini qatamdi. Ya buğdayninki obdun vaken, eskisi vaken, achir vaken buni hammani qetib hisoblamdik, qetib hisoblamdik. İkincisi fi jawaz taqdir an-nisab fil 'inab va tamr bil khars. Üzüm bilan xomida bunda faraz bilan ko'z mo'lchari bilan mo'lcharasin bo'lamdi deydi. Masalan, taxa shaxtiki üzüm qo'ygan challadiki yoki shexidiki xoma vaqt kapto zakatchi da qarab mo'lchallab o'zining tajribasiga asosan ma bog'lardan 2 ton üzüm chiqdi ekan, ma bog'lardan mancha xoma chiqdi ekan. Sizning zakat mancha deb bunday belgilash bo'lamdi bu munda. Xarsiya shu endi faraz qilib mo'lcharlash, ko'z mo'lchar. الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكل من ثمره وزرعه عندن o'z yeydigan shu yeydigan narsalari mevchilardan bo'lsin, ashliqdan bo'lsin, o'z yeydigan narsani shunga hisoblab undan zakatini beramdi yoki uni chiqarib o'tamdi demak. Qabla al-hasad wal jadad judad bo'lishi mumkin. Ya'ni hasad yo umrash ilgari yoki mimini uzishda ilgari jadad nishada kesish, uzish. Jidad bilan dal bilan bo'lsa o'xshash. Shu rasmiy usulni olib manch kilo ke manch tonni deppogacha o challiga yamishib bu ballayoydikilar ancha-muncha bir tarafda yettirgan gapini shunami. Masalan, urukmi g'o'rg'ondan tortib yigiltirdi. Uzumnimi chekilgandan tortib yeyishga boshlaydi. Xomani shunda g'o'rg'on chaqdan tortib yigiltirdi. Endi bir tarafda yeb, bira tal üzüm daraxtininki üzümini yeb bo'ladi. Bunchami shu nimaga nisab chegizib shuni zakatini beramdi yo bu hamda o'zigina bo'lsaqlari kechirilamdi demak. أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه. بلا إجماع كيجن بر أورمبا. بر أشلق بر تردك بر أشلق buğday ya qo'noq. Bu bir turdagi ashliqning yaxshi olsun, sifatli olsun, nachir olsun, hammani bir jamlaymiz. Ya'ni obdiniga zakat turdigan, nachir zakat olmaydigan yo'q deydi. Hammani qo'shib jamlaymiz. وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما. همدن زكاة chiqarildi. Degan uni hisoblagancha obdin manchakda, manchakda persen bo'yicha chiqaramiz. Ikki xil mevjini hozir u boshqa. Hozir bir xil bo'lsa, sinfil vahid bo'lib qolsa, masalan bug'doyki. Bu bug'doyning obdan bug'doy vakin, nashr bug'doy vakin. Obdan bug'doydan hozir 70 kilo optimal. Nashr bug'doyda 30 kilo opti. Zakat bergan chaqda birdigan zakatini 70%ni yaxshi bug'doydan 30%ni aniq chiqardi. Endi persen bo'yicha.
Hamma obdan chiqirang desak, dehqonga ziyon bo'ldi. Zakat bergichiga. Davonki adolat bo'yicha muvofiq miqdorda belgilaydi. Fa in kana thamaru asnafan ukhida min wasatihi. Bir xil meva ekan, lekin uning turi ekan. Uzumning turlari bor, urukning bor, masalan, qo'mining turlari bor, yong'oqning bor. Üzümninki munaqa, sayva, qizil uzum, qora uzum deganda bunda uzumni olib qolsa, uni o'rtadan shu jamiyatda o'rtada paralında oldik emas. Yong'oq bo'lsa-mu, o'rtadan olamiz. Lekin bu fankan zaman asnafan ukhida min wasati deganda ijmo yo'q masala. Tamam? Yani ijmo bardik deb qo'yapti-ki, amaliyat ijmo yo'q. Ixtilof bor. Bu vasatida olamiz deganda Imom Malik bilan Shafi'ning qarashi. Boshqalarning qarashida, Imom Abu Hanifaning boshqalarning qarashida hammasi ash persen bo'yicha olamiz. Shu kelgan miqdor burungi masalaga o'xshash. Ikki xillan bo'lib qolsa, har birini o'zining hajmiga loyiq olamiz deydi. Shunga o'xshash olamiz deydi. 10 xil bo'lib qolsa, 10 xilning har bir xilninki, har bir xilga qanchalik zakat qilgan bo'lsa, shunchalik ayiramiz. Ya'ni 10 xilning hammasidan chiqaramiz demak. Bu vasati degan shu o'rta holdiroq bizdan zakat berasi bo'ldi demak. Vaqtalafu fi dammil qatani ba'dha ila ba'd. Qatani tanliq ashliqlar degan bo'ldi. Bunun türü ne çıkılı qalsa, bunun bir-biriga qetirtamdı. Buğday, qo'noq, apa, guruch, manda bo'lsa hammani bizlam qetirtamdi. Hammamiz bir ton ekan. Mandadan bir o'tamdi, qanda. Va fi dammil hintati va sha'ir va sult. Yana masalan, buğday, arpa, sult deganmi shu arpa bilan buğdayning o'tirdi biz narsa ekan. Uyg'urcha nima ekan sultni? Ba'zilar bu apining bir turi debdi sultni. Qatanining sharhi adas, lobiya, purchaq, dador va kazalar. Dalliq ashliqlar deyiladi, endi turli dalliq ashliqlar. İmam Malik'de al-qitniya kulluha sınfun vahid. Bunda dalliq ashliqlar hammasi bir sinf hisoblanadi deydi. Bir xil narsa hisoblanadi deydi. Masalan, buğday, arpa, so'lt degandek. Guruch mo'shani shechirdi, purchaq, adas, qisha, kunjut, bundan aslamiz. Ya kevaz o dalliq ashliq qatori chimaydi. Uni paxtasi kerak nima qilganda? Onun için dallıqalıqa çiğit çıksın çıkıdı, doğru. Lekin asasen onun mahsul kılınlığına şu paxtısı. Ondan birinin bas. Ya setep pulunu basın buldu. Ondan birinin berasın buldu. Ya setep pulunu ondan birini berasın buldu. Onda kırkı biri versin sonra da oldu. Ya ziraatının miktarı o pulunuki okşamaydı efendim. Yani şimdi özümde tutulup alırlar mı? Ya. Bu ziraatning zakati ma. Ziraatning zakatini lekin o'zini birish kerak. Ya dehqon paytnamaya bu ata aytadi bu ozg'in bir paxt tegsa buningga. Ata aytib satma, unda armoz men o'zimnikidan qatib satiblam, achib pulsam qo'liga tutqay deb qolsa, men bo'lmasa shu o'zini birish kerak. Uni miqdori qanchalik? Uni jabat atib bunda qilib sug'urib bunda qilgan bo'lgan ekan 20 dan biri. Lekin u pul aylanganligidan boshqa 40 dan biri deb unda nima qilsa bo'lmaydi. Demek ziraatning zakatini bermagan bo'ldi. Bermaganda endi turib pul oladi. Bir yil o'sa o'chaqda pulning zakatini berdi. Wa qala Shafi'i va Abu Hanifa va Ahmad va jamoa nima jumhurlar al-qitani kulluha asnafun kathira bihasab asma'ihim. Har birining ismiga qarab turga aylanib ketadi. Nurg'un tur debdi. Wa la yudammu min shay'in la ghayrihi fi hisab an-nisab. Nisabni o'lchashda nashxilni bir-biriga qo'shiblam unda hisoblamaymiz. Kemmese zakat kemmaydi. Albatta Abu Hanifa mayanda kashin kemisini chiqdi deydi. Lekin ma Shafi, Ahmad boshqalar 5 avsiq yetmasa chiqarmaymiz emas. Imom Malik unda shu hammasi 5 avsiq yetib qolsin birimiz emas. Ya'ni Imom Malik hozir bunda neshtir bo'lgan taqdir Abu Hanifalar yaqinlashib qoldi. Zaman arliq yaqinlashdi hozir. Va kadalika ash-sha'ir va sult والحنطة عندهم أصناف ثلاثة. بو شخل ناس يسرده. لا يضم واحد منهما إلى الآخر لتكميل النصاب. نصاب طلق لاشن بربي قدرة ما يمزل. وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء. بهذه ثلاث تعرفون سببه. biz bunu qetirtishni rioya qilishdagi maqsad nima ekan? Buni manfaati o'xshash bo'lganlikmi yoki ismi o'xshab qolganlikmi deydi. Aslan buğdayning necha xil nachar yaxshi bo'lsamiz buğdayga ismi o'xshab qolganlikdan qetirtmas. Hamda buğday, guruch, qo'noq buning hammasining manfaati o'xshab qoldi. Hammasi ashliq inson, hayvon deydigan. Undan keyin manfaati o'xshasa endi qetirtamdi, qariya qatmamdi demak.
فمن قال اتفاق الاسماء اسم o'xshasa andın qatımız digerler. Kullama ixtilaf asma fa asnafun katira. Ism o'xshamagan deganlar bu nechtir bo'lib ketadi. Hamda manfaat o'xshash deb qolsa ashliq degan sifatda o'xshash deb qolsa, foydasi beradigan manfaati bir xil bo'lsa bir turga chirdi debdi. Ism o'xshamizmi debdi. Fakul vahidun minma yarumu. Har bir guruh bular nima maqsad qildi? Shariatni shunda nazar tashlab kuzatish orqali shariatning hukmlarini o'zining qoidasini muayyanlashtirmoqchidir. Yani أن أحدهما يحتاج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء. Demek birisi şeriat isimni hesap qilgan masalani ekliblam mana. Mushu masalada isimni hesap qilgan go. Daha isim hesap deb turlar. Buğday ayrım, qo'noq ayrım, guruj ayrım. Yani birisi şeriatda manfaatni ko'z tutgan, ashnasini qildigan manfaatni ko'z tutgan ahvolini eklib turiblar. Mana hamma biz tayaq aytdiku mana o'xshash bo'ldi-ku. Wa yushbihu an yakuna shahadat ash-shar' lil-asma. Undama tarjih ma. Ibn Rushd. Shariat har bir ism ayrım bo'ldi deb nima qilgani bakrak shundadek turdi deb zakatda. Aktar min shahadati lil-manaf. Manfaatga qaraganda ismga bakrak e'tibor bergani chiqib turdi dedi. Wa in kana kilal i'tibarayn mavjudan fi ash-shar'. Ana shariatda ikkilisini ko'z tutish bo'lsa-mu, buni ko'z tutish va buni lekin zakat masalasida har birining ismi o'xshamaganlikdan buni o'xshash chiqmaydi. Chunki masalan nimaga qarasak, qo'y, kalavni, ulag'monlik qarasak, buningda hammasining manfaati birg'o, shu go'shtni yeymiz, terisini ishlatamiz. Lekin uni jinsi o'xshamagandan tugining boshqa, qo'yning boshqa, kalning boshqa o'lcham bo'ladi. Undan keyin ismni ayrim o'z oldiga deb hisoblash zakatda shu bakrak nima demak? O'zing vazifani olmadi hozir. Birisini hisoblaydiq dedi. Hozir ayrim hisoblash mush bakrak jallaq demak. Hammamiz manfaatligan narsa deb qolsak, shu qo'y, kalan, uning hammasini shu zakatini manchida deb o'xshash qilsak bo'ldi. Unda o'xshamaydi. Demak, bunda biz ayrim qilsak nima bo'ldi ekan? Ayrim qilib har bir turdagi narsa 5 vasaqga yetmagan bo'lsa zakat kelmaydi. 5 vasaq yetsa, ya'ni 612 kilo bo'lsa bir narsa. Unda shuni o'shirisini beramiz. O'shirisini berganimizda o'shir deganni, ya'ni bizning yurtda suvni pul qoldigan, ba'zi bir chiqim traktor, bunday narsani kiralab qilgan bo'lsa, ya'ni masuqa bin nadh hisobida 20 dan biri. Mesela bu anda bir yılda, bir mevsimde yoki bir mevsimdeydi. Azraq yaga qo'noq teribdi, azraq yaga buğday teribdi, azraq yaga shal teribdi. Uchidan o'silabdi. Manda 200 kilo, anda 300 kilo, manda 300 kilo olibdi, 700 kilo chiqdimi? Shuni hammaga bilim beramiz. Uni azroq kelmaydi. 100 kilodan 300 kilodan alamos kelmaydi. Bu imom Abu Hanifa'ning qarshi yaqinlashtirdi. Chunki azroq zakat qildi debdi, 50 kilodan bo'lsa zakat qildi. 100 kilodan bo'lsa qildi. Bu mu kambag'allarga foydali qarash Imom Malikning. Imom Malikning zakat, sadaqa bablarida nurg'un qarashlari kambag'allarga iloj va yanchiq pul chiqoldi deb shuni ko'rsatdi. Wa amma al-mas'alatu ath-thaniya wa hiya taqdir an-nisab bil-khars wa i'tibaruhu bihi dun al-kayl. Kemçen bilan ya jinlab tarazda. Unda qilishmay, ashmunda qarab bilan ko'z mo'lcham bilan manchalik chiqdi deb faraz qilib bilan zakatni belgilash deydi. Bu nisob bil xars deydi. Bu nisobni belgilash emas, zakatni belgilash bo'ladi bu. Ya nisob da balki nisob da balki. Ya'ni shu zakat kilamdo, kemmamdo deydi. Bu hamda bu ikki narsa bo'ldi. Birinchisi zakat kilamdo, kemmamdo, shundan chiqqan usulga. Ikkinchisi xilibek aşıdığan bolsun, zakat kıldıgan bulab, aşıdığan bolsun, qanchalik hosil chiqdi bundan qanchalik zakat qildi deganni mana bu o'rgalash. Fa inna jumhur al-ulama ala ijazati al-khars fi an-nakhil wal-a'nab hina yabdu salahuha li darurati an yukhalla baynaha wa bayna ahliha ya'kulunaha ratban. Yani bu yabdu salahuha degani bunda pishqi qarab qadam qo'ygan vaqtlar. Al-ghurulda masalan, sarg'ayda, qizarda degandek, chekildi deymiz ku o'zimda. Hamma mo'minning bir anda binasi bo'lishi bor. Ya'ni pishqi qarab qadam qo'ygan. Elibda yeydisi yigil oldigan vaqtlar, tamchiga vaqti masalan, chekilgan vaqti, alg'uruga vaqti degandek. Shu chaqdanda bu zakatchi qanday qildi? Zakatchi kelib, uni taqa bir kim elib yeb boqmadi-da, shunami? Endi yeydi yeyishni boshlagan vaqtda
qanday qiladi? Zakat chiqarib, bunda qarab mo'lchallab, shaxtiki meni sizning o'sha beg'ingizdan manchilik urik chiqadigan, manchilik shaptil chiqadigan deb mo'lchallab faraz qilib, sizga ham manchilik zakat qildi deb yozib qo'yib, zakatni belgilaydi ketadi. Tamam? Endi u bolalari chiqib Yamdo og'in birodarlarni boshlab mehmon qilib tugatamdo yoki tong achirib tugatamdo qanday qilib buni yevasinni qilsin ma Shafiy mazhabida emaslar. Yozgan yezlikka tumi deb aytib ketdi. Shuni zakat to'laydi. Bu gadindamda to'laydigan omonat hisob. Qaz gadinga chedi degan. Lekin Hanafiy mazhabda bunday ish yo'q. Zakat bitgancha shu chaqda qaraymiz, shu chaqda ba'ni hisoblaymiz. Yeb qolgan mehmonlarga açık qo'shilgan bagini hisoblaymiz. Demek aşında tekşirip bezitip bekitip ketkendan keyin zakatchi kessa anda o xalgancha chiqib yap kang tasha foydalanaverdi. Lekin zakat beradigan chaqda yezilgan zakatni berish kerak deydi. Yakulunaha ratban yani g'uraltida demakchi. Yoki shu yangi pishgan holatda yeverdi deydi. Wa qala Davud la khursa illa fin nakhil faqat. Davud Zahiri bu xo'midin boshqa narsani unda shax to'plab mo'ljallab zakatni belgilash yo'q. Shayxning garqiyoqlikdan. Nima uchun desa, Rasululloh shunda Abdullah ibn Ravahani vatib masalan Xaybarga boshqaga vatib unda mevani belgilagan chaqda shu qo'mdan belgilagan boshqa belgilangan. Ammo Madinada uzumi bor. Xaybarda balki uzumi bor. Hatto ba'zilar anavat boshqa bor deydi. Xaybarda. Madinada unda mevli bor. Endi Xaybardagini go balki o zakat emas, sadaqa, shirkchilik, muzaravaga yerini belgilashdan, lekin unda xarsash bir xil. Bir narsa belgilashda mo'lchar ishlatish. القياس إنكار لا خرص إلا في النخيل فقط دبتون داود الزهري وقال أبو حنيفة وصاحبه الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه أن يتبعوا ما إبارة سرستاء نقطونا خد زهرين إبارة نشتقات ابن حزم يا بلكي مش إمام أبو حنيفة مش قرشنا نادن إلى الله بمؤلف İbn Hazm'ın kitabından Ağambaz İbn Hazm'ın ibareti mi? Karısı batıl dedi. Bal kıyas batıl da bilmem çıktı o. Emniyette Ebu Hanife sahabenin karşı bunda emas. Demek şu başka mezhepten başka karışıklığının kitabından ağan iken bu gap özgürlük verdi. Emniyette Ebu Hanife'nin karşı nima? Yukhrasu tamr ve yuhzaru zar'a hazır yamış mülçere liyu'rafa qadruhuma. Lekin aynı mülçerlep yazdı. Lekin bu g'ayrimulzim. Ya'ni zodi men burun o'lchigan vaqtimizda manchilik faraz qilgan buni. Mushun to'laysa deb unda cho'qim zodi unda elish yo'q dedi. Pishgandan keyin qayta o'lchaymiz. Masalan unda qarab, agar balla anchamun chiqib yeganda endi mushunchalar qapto deb tursa, bunda zakatchi mo'ljallab bo'ladi. O'ydagi balla, xulon qo'shning ballari unda chiqib yamish piysa qancha giyam bir ashka ay ichida. Bunda normal aqlga sig'diganroq muvofiq bo'lsa bo'libdi deydi. Yani bir balın tutunlay masalan bir ashka yurikni hammani shu balla chiqib tutib da deb o'tasa unda gap yo'q. Tulaysiz degan. Ya'ni aqlga sig'digan bir bana ko'rsatsa mayli. Bak unda aqlga sig'maydigan bo'lsa yo'q deymiz. Demak bu g'ayrimulzim dedi. Fa inna da'u naqsan mu'tadan qubila qawlum. Mehmon kapta azrag'im qulunma balimizning to'yini qilib to'qunga mehmonni tuzdoq. Bunda abi muvofiq bir kallasi o'tizgan bir bana ko'rsatsa mayli qabul qilamiz. Wa in da'u naqsan kathiran la yuqbal qawluhum. Biz bana bunda mehmonlar deb o'tasa o'chada yolg'onchi ekan deb buni so'zini olmaymiz. Demak, endi ma'qul bana ko'rsatgan taqdirda u burunqi biz yezib ketgan ularni tanib tura olmaymiz deydi. Mana bu mazhabning qarashi. Xuruslik qilgan odam shu musaddiq. Musaddiq qildi. Bu ham dashi rasmiy shunda tanchirib baş chekilish, Alloh o'rog'an chaqda kelib, mo'ljalab qilib ketadi. Ketgandan keyin yana bir rasmiy o'sin sifatga qachalayotgan chaqda kelamda, kelgan chaqdandan hamisi burmancha yezib ketganmi, hozir qanchalik deb chiqsa, osmon zamin farqlab ketmi qiz. Bu naketi bu deb so'radi. Va balla yaptığında mehmon chiqdi, shadin. Bu da o'qisa, shuni yigidek bunda. Muvofiq miqdorda bo'lsa, mayli emas. Baklam bunda hammani mehmon deb kitib tursa, ekran zakatni deb olamiz demak. Demak bu sahibi Abu Hanifa, yani Hanifi mazhab olimlari degan qarash shu. Ma kitobdagi ibora sal o'zgarib ketgan. Va sabab ixtilafihim fi jawaz al-qars. Anu ko'zmo'lcharlar
belgilashning joiz emasligida ixtiloflashib qoldi. Nima deyilsa, bu yerda usul qoida shu vaqtga kelgan hadisga zid kelib qoldi deydi. أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وغيره إلى خيبر فيخرس عليهم النخل. عبد الله بن رواحة başkılığına Muhammed ibn Mesleme bunu ivat etti. Bunlar da mesele etti. Mesela Yahudiliğe Khaybar zamanına İslamla dehqonchilikni silqilanlar usul chiqqan yerimidan tan Allah deb bergan Rasul. Xo'mi shunda olib olgan chaqdam nimani ivatib, mesela manchi tonna xo'mi chiqdi ekan deb ezib qo'yib ketdi. Keyin undan pishgan chaqda usulni olgancha shuni yerimdan uli ivatgan bo'lsin, nima qilgan bo'lsin, o'zining nesini yeydi u chaqda. Biz burun shuni yezib etgan. Menda olibdi dedik. Buni Imom Malik, Abu Dawud, Shafi'i rivoyat qilgan. Va ammal usul allati tu'ariduhu. Bu hadis kelib qolgan qoida nima edi? Asl qoida. Fa li'annahu min ba'd muzabana al-manhi anha. Shariatda bir usul var. Bu qanday esa, bu daraxtdagi mevani setish yo'q. To'ng mevani yoki pishmagan mevani yoki u g'o'rini unda daraxtni tug'izib bilan faraz bilan mo'ljalib bilan pulga yoki pishib bo'lgan mevaga setish yo'q. Endi xo'mini odatda shu daraxt tug'izib bilan yangi pishgan g'o'ri olgan ya endi pishadigan sarg'aygan xo'mini odatda quruq guli xo'miga sotibdi ular. Islom buni chekildi. Endi nima sotibdi uni? Nima qilibdi xalq? Chunki o'zida daraxt bo'lmasa, qo'li guli olgan bo'lsa, yangi pishgan g'o'rini yegiz qildi. Balları g'o'ri yetdim deydi, Navongan guli xo'mini qach berib bilan andan pishga olibdi. Ashuni to'sqan shu. Muhacirul Ansar Araya degan. Bu araya u boshqa. Araya degan u muzabana emas. Arayanda muhacirning daraxti yo'qdi. Makkadan tashlab Madinaga kelgan ekan, beg'va bira sahoba masalan shu beg'dagi bira tup xo'mini, ma xo'mini sizga beraymish, mevasini sizga beralamishini deb berversa, buningdan ash muhacirlar foydalangan. Lekin bu mushinchilik miqdordan-da shu arayani hamda shu bir oila atraf foydalanuvchilik miqdorda shunda setolib nima qilishga ruxsat qilgan. Illa araya degan shu. Bir kishilik masalan o'zining g'o'ri xomisi ekan, pish xomi ehtiyoji bor. Pish xomisi ekan, g'o'ri xomiga ehtiyoji bor. Shu oilasi bir pishkidak bir bichara ekan, bir sifat bundan miqdorda. Lekin butun bir bag'ini necha tonna quruq guliga, quruq g'o'rini manda tegishibni o'zi cheklangan. Al-muzabana al-manhi anha wa huwa bay'u ath-thamar fi ru'us an-nakhl bi-thamari kaylan. Bit-tamr desek bo'ldi. Kaylan. Va thamar degan shu daraxt ustidagi meva. Endi bir şey deb qolgan meva. Bu yerda ma'o keyingi thamar bu gulolab bo'lgan meva deydi. Bir şey bir qetib bo'lgan deydi. Oldin qizildan. Bu bir ribaning dairasiga bir narsa bu. Bir jinsga bir narsani buğday qilib bundan bizda ortiq tegishli iborat. Demak bu usul. Yani islom chekilgan shu cho'ng bir qoida bu. Jazoning dairasiga narsa. Shunga o'xshab qoldi demakchani bu mazhabchidan. Waliyanna aydan min babi bay'ir rutab bit-tamri nasi'atan. Yana bu nimaga o'xshaydi bo'lsa, yangi pishgan g'o'ra yoki yangi pishgan mevani guli xomiga nasisatish deydi. Mesela hozir yangi pishgan g'o'rni berib setib turdim. Keyin bu qarshi taraf qo'li guli tushgan chaqda men guli vermoqchi. O'xshashlik qolsa cheklanmaydi. O'xshashlik cheklanmaydi. Degan meni bayo ro'tabni qanday qildi desa, daraxt tuzib bilan shu chaqda uzmaydi uni. Uni ehtiyoj bo'lgandir uzib berdi. Bunu pishqashtirdi. Endi mana buncha bayo arayani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arayani boshqa qiyos qilib bo'lmaydi degan chiqqan. Qiyos qilib bo'lmaydi. Unda favqulodda bir ehtiyoj uchun nima qilgan? O'chadan bozordan unda bir narsa setilib, bunda yemaydi xalq. U savdo qilib bunda satg'ash bunda yo'q. Ben yezdim shunda bo'lgan. Yezdi xali bijaga basi ruxsat qilgan bilan bir bozor yo'q. Setilib mana deyilmaydi, dexalın bir-birida ololmaydi uni. Uning bu ehtiyoj var. Endi hozircha mashhar bunda bo'lgan. Ehtiyoj yo'q, pul setib olsang bo'lardi. Hemen sizga keyin bundan bir ay demasang, o'g'acha pul bilan bozorga setib olsa. Hazratda yezildi mesela shunda hojatli bo'lib qolsa. Endi ashi bir ayning o'zidan balchaqalarni yegizgan bo'lsa, diraq bu. Bichara bunda bir abtusa uning ruxsat.
feyedhuluhul men'u minat tafadul. Demek aşın okşap qalğanlıqdan, bu cezanı oğarlıqdan, ribal fadl oğarlıqdan kirdi. Yani bir tarafdan nisi oğarlıqdan kirdi. Ve kilahuma min usul riba. Cezanın asli jiltizmi şöyleydi. Felemma ra'al kufiyun, Hanefi mezhep alimlere muşunu göz tutqanlıqdan yana annal kharsallari kana yukhras ala ahli Xaybar lam yakun liz-zakat. Yana ulundabda Xaybarda şah tuğzu bilan mo'ljallash zakat uchun bo'lmagan. Uli Yahudiylikda Rasululloh onaga bag'ni bergan, ishlaysiz shuni. Ana usulni tam bo'lishimiz deb menda bergan, muzaraga bergan dedi. İvkanu laysu bi ahli zakat, zakat tutqanlar ahli zimmetda dedi. Qalu yuhtamalu an yakuna takhminan li yu'lama ma bi aydi kulli qawmin min ath-thimar. Bu haqiqat nima? Malda qanchalik meva chiqar ekan bundan keyin. Mana qo'yay deb undan mo'ljallangan narsa bor dedi. Yani ulu xiyonat qilgan haqli bo'lgan ekan, Yahud degan o'zi ahl xiyonat va g'adr bo'lgan ekan, ular mo'minin shunda hammalar yo'qotiblar, yapilab to'qtab bilan o'tdamaslik uchun burun berib bilan bekitib qo'ydi, puxta ish qilish uchun. Qala al-qadi amma bihasab xabar Malik fazar annahu kana fil qisma. Ibn Rushd deydi, hani bu Xaybardan ishmi yo boshqa ahvollardan bo'lganmi deb İmam Malik rivoyat qilgan hadisga qarasak, undan 90% nima ko'rindi? Bu taqsim qilganda dedi. Mevini taqsim qilganda debdi. Fil qisma lima ruwa Abdullah kana idha faragna qala in shi'tum farakma. Mevini taqsim qilganligida, ya'ni Abu Hanifaning nimasi to'g'rimi shunda mo'lchari. Demak, bu azir Xaybarda Yahudilar ikkiga bo'linibganda. Ikkiga bo'ldi. Yoki hammani bir mancha tonna chiqar ekan, mabog'dan manchalik chiqar ekan, mabog'dan manchalik chiqar ekan deb daftarga yozdik. Yozgan ekan, buni hamda keyin yerimini oldi, yerimini musulmonlar oldi. Nima? Qanday bu taqsim qilishdiki gapmi shu? Ikkini o'ttirib zakatni belgilashgan nima emas. Limarwan Abdullah ibn Rawah kana idha faraga min al-kharsa qala in shi'tum falakum wa in shi'tum fali. Ani fi qismat al-thimar la fi qismat al-hab. Demak, mevani bo'lgan chaqda, masalan, ma'nundan 1 tonna nima chiqar ekan? Ma'nundan 1 tonna chiqar ekan. Xalsangiz silma bag'ni va 1 tonna chiqqan silmaninglar, ma'nun mevzuman qolsin. Xalsangiz ma'nunlar. Demak, xalsan ma'nal degan nima chiqdi? Yani sana zulm qilmayman degan gap. Ikkini qani olsang, ikkini bilib qo'ydim. Ya ma'ni al, ya ma'ni al. Ikkini bizni aslar degan ekan, xalqini olgan ekan, bu zulm qilmagan bo'ldi, nima? Ikkitanmi tang? Yoki bir soat tuqlab qol, sen shuni tanlab ol degan gap. Demak, bu ikki tang nima qilib, ma'bag'ninkini xalsan ma'ni al, bo'lmasa ma'ni al, ma'bag'ni qolsin deb menda deydi. Demak, bu men taqsim qilish, ikkiga biliblar, menda taqsim qilish gap deydi. Nima demakchi? Men pishda hozir. Anni chiqib meni topshirib olmoqchi. Hozir men yerimni olaman. Bu da yerimni olmoqchi. Yani ki xalsan ma'bag'ni bitonni chiqam ekan. Xalsan ma'bag'nikin saqal, ma'bag'nikin ma'al. Ikkisini bizni tanlab ol demoqchi. Demak, bu burunqi nimada mo'ljallash emas, shu meni uzib oldigan chaqda xalsan ma'bag'ni saqal deb ikkisini mo'ljallab baqib tang chiqadi ekan deganni bundan qurtdi demoqchi. Demak, uchinchi bir xil gap chiqdi bundan. Wa amma bihasab hadis Aisha anda Aisha rivoyat qilgan bir hadis bor. Uni qarasak boshqa gap chiqdi dedi. Abu Dawud rivoyat qilgan. Fa innamal khars li mawda'an nasibul wajib alayhim fi zalik. Bu yerda ularning erish kerak bo'lgan o'sha usulning yerimi deydi. Shuni belgilash uchun nima qilgan debdi. Wal hadis huwa annaha qalat ويذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخلة حين يطيب شيء دب نوع قبل أن يكون يلدان بوجه أمد شيء دب ترشقة تامشيجان وقتا يطيب دين تامشيجان وقتا يجتمر الله إذا ملشلته وخرص الثمار لم يخرج الشيخان أمد بهذا ما دس تزا بك يقر ذلك سيد سماز دمك شيء ما يجيب. Lekin şeyhlar vaaz qilmagan bo'lsa, sayyid ko'p. Chunki sayyin butun sayyiddan hamma to'plagan emas. Sirtqa qolgan sayyiddan ko'p. Va kayfa makan qanday bo'lmasa hamda fal kharsu mustatamin tilka rusul. Demak, hozir ikkinchi hadisdimi Xaybar yahudilarining gapi ekan. Noniga zakat masalasi emasdi bu dedi. Xars qilish. Demak, asl qoidadan bu sirt bir narsa bu. Ya'ni bu zakat munosabatsiz demak. Hada insabatanna kana minhu sallallohu alayhi vasallam hukman minhu alal muslimin. Bu musulmonligimi shunda xars qilib zakatni belgilash batda deb Rasululloh belgilgan bo'lsa, bu endi favqulodda ahvol bu.
asas qoida ahvolmas. Amniyat Rasululloh Tabuk g'azotini qas bir g'azot qilgan chaqda, shu Buxoriyda bormi bo'ldi. Bir g'azot qilgan vaqtda yo'ldagi bir ayolning beg'ini belgilab qo'ygan. Xars qilib belgilagan. Bunda 10 vasaq chiqdi deb. 10 vasaq qom chiqdi deb xars qilib qo'yib ketgan. Keyin qaytishda deganda chiqqan. Shuni zakatini olgan. Endi bu zakat masalasi bo'lib qolsa, endi xars qilib belgilash. Shunday hech bo'lmasa oldin banda ehtiyot qilib, mal egalari u ham bilan qilib o'tmaslik uchun kambag'allarning haqqini bunda bir egolab qo'yish oldin bo'lishi mumkin. فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين. أنا ما إمام نورشان دقنا رسول الله عند بلغيان بوسما أهل الذمة قرطة ولا نلقى مزارع قيغان يا برجزية يا خراج بلغيلاشت من قيغان بوسما مسلم الله عند أخشش بمايدو أهل الذمة قيغان. لكن أيضا بردليل olsa أنت مسلم الله إنساب قلتا. لكن بدليل باما بولش ممكن. ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم. عند مشاهدس إثباتنب قاسيته وشغدا خرص قلشن جائزلقه إثباتنغم بلتديد. Bu hadis qaysi? Hadis Attab ibn Usayd va annahu qala amarani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an akhrisan inab va akhudha zakatahu zabiban kama tu'khaz zakatan nakhl tamra. Demak Rasululloh shaxtki üzümni mo'ljallab, uning zakatini kishmish bo'lgan chaqda quritilgandan keyin elishimni buyurdi. Xuddi qavmininki zakatini yo'l chaqda, meva chaqda, shaxtki meva chaqda mo'ljallanib, rasmiy gülde şekilde küçüğen çağda andın enildiğen boğana okşaşlam ayında buyurgan deyedipti. Bu şeyde sevlap kalsa bu hem zakatta mı da xarç kılış bağlıkını bildirdi deydi. Ve hadis Attab ibn Usayd tu'ina fi bazı acilde bakkan ahval bulaptı. لأن راويه عنه وسعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه. Demek bu munqata' demek. ولذلك لم يجز داوود خرص العناب. Demek müşahidis aciz de qarallıktan Davud Zahiri üzümden onda taldı tuğuzupla mülçeleşini caiz emez. وَاخْتَلَفَ مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الزَّيْتُونِ فِي جَوَازِ خَرْسٍ. Zeytunda zekat vacip buluduğu da qarallıvatıga. Bular zeytunlumun onda şax tuğuzupla mülçelep bağda, muş bağda mançak çıkırken de mülçelisi bulamdı. Onda mülçelep zekatının belgilisi bulamdı diyen ihtilaflaştı. والسبب في اختلاف في قياسه في ذلك على النخل والعنب. İhtilafın sebebi bunu üzüm bilen kovma kıyas kılanını kılmamdı. Üzümdeki mariz ispatlanan takdirde والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر للرطب. Yeni pişkan kovmunu vermeydi zekatka kurutup gülüsünü verdi demek. Hem meylen şunda da qaraydı ki. Hem zeytunlu mayında kurutulgan olsun biramdı o. وكذلك الزبيب من العنب. Üzümdü şunda üzümün zekatı vergen çağda kurutup anne kişmişine verdi deydi. Üzümün özünü vermedi deydi. Lekin bu nimaga zid kelib qolmamdi? Atu haqqahu yawma hasad degan. Ha? Ya hasad degan nima shu nima shu oyatning oldida ma'rushati va g'ayri ma'rushati va nakhla va zaytuna va rummana. Deba hasad degan zo'rlaganda demakchi. Yani o xaman so'raganda degan emas. Yani umumizlik birlam nima hasad nishada usulilish. Da yawma hasadi degan bu shu chaqda bir rassa to'g'riladi nima uchun buni quritib andan birman deygandi. Jazal degan Üzüş. Indel juda. Keleglik. Üzgen çağda da keleglik. Muşan bir teşrif bakış gerekken bu. Onu kuruttu, bunu xpoç kenandan ya nefse tatip etip, vazareti bilen setretip koyup zekat almaya kaldığı ahvalı çıkıldı ondan. Ondan şu günde vakkada zekattan ayrılırsa hatırcan. وكذلك الزبيب من العنب للعنب نفسه. وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون والزيت للحب. Zeytun da zekat vacip diyorlar. Onun aşo müvestin emas, yığdın bir dolar. Kıyasen alıp temr ve zebib aşo'ni kıyas qilib. Ve qala Malik fil inab allazi la yatazabbab. Onda kishmish olmaydigan, ya shunda vaqtida yeyish kerakkan yoki oyog'ida hech narsa bo'lib chiqmaydigan bir uzumni bor ekan. Ve zeytun allazi la yanasir. Onda yog' chiqarilmaydigan zeytunlim bor ekan. Bunda shu shag'lan zillam zakat berdi debdi. وأما المسألة الثالثة فإن مالك وأبا حنيفة قال شنو مسألة إمام مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. ثمر نمون حصاد ددون. شنو ميوة يا زراعة لردن فتن
Bütün aşı mümin hammani usul elishdi ilgari yeb ishgan, manda ishlatayotganlar bo'lib qolsa, buni hisob qilamiz deb. Masalan, 1 tonna usul chiqilgan buni. Lekin yeb ishgani 100 kilo yapishib bo'libdi. 9 kilo usul olibdi. Zakat bergancha 1000 kilo deb 1 tonna deb turib, yeb ishgan yeyotganga zakat berdi. İkinci qarashda qolgan 9 kilo oladi. La yuhsab alayhim va yutrakul kharis li rabbil mal ma yakulu huwa va ahluhu. Yani bu kharis Şafii'nin kharisi o bu denge fadan temizde bular qabul qilmaydi. İşte ama bundan üstünde mölçerilgen çağda 1000 kiloya 1 tonna o'sil chiqadigan deb ko'rgan chaqda zakatchi. 100 kilosidan abolcha qiladigan yo mehmon qoniga ishlatsa deb uni chiqarib 9 kilo deb hisoblaydi buni demakchi. Demek hisoblagandan keyin undan yana unda chiqaritish yo'q deydi davlatda. Ikkinchi qadam chiqarmaydi-ku. Demek ham 9 kilo deb qilgandiki, undan keyin yeb qolsa Imom Shafiining o'zi. O'zining yeydig'ini bir chiqaritib, anda hisoblab qo'ydi-ku uni. Hisoblagandan 9 kilo zakat verirkensa deganiki, undan yana yeb 2 kiloni yeyib qolsa, to'laydi ashning zakatini. Ya'ni shu burun belgilangan bu zakatni biri verdi demak, 9 kilo verdi. 700 kilo emas. Hatta bilib turib yeyib qolsa da, his bo'lmaydi deganini bilib turibdi, adablab qo'ymiz deydi. Shafiy mazhabda. Chunki buning qo'lda omonatdi bu. Omonatni yeyotdi bu. Hanifi mazhabda burun mo'ljalab qo'yish g'ayr mulzim. Balki mo'ljallavanda bolasining to'yini qilgan bo'lsa, mehmonga tuzatgan bo'lishi mumkin. Nahotki biz musulmonni omonatli kishilar deb menda faraz qilib turib, uni unda yomon gumon qilmay, ancha kattasi muvofiq bir qanoatlik javob bersa mayli. Bo'lmasa da to'laytdan da bunda islommaymiz. Ariyab ketgan bo'lsa, ya shu ariyab ketgan bo'lsa, u endi mana ariyaga chiqib turdi uni. Shunda challigi shunda qaragandigilar mana chiqib turdi. Hamma o'zimni saq, andan butun bijbog'ning o'zimi sapoqlar kesib yo'qlab ketgan bo'lsa, bu ariya sapoqni kesib bunda yetmaydi. Dehallar biladi uni. qandigan bilinmaydi agar rasmi arigan bo'lsa. Arigan bo'lsa bo'ldi, ariyni yeb qoldik, qap qoldiganmi? Mana ariydi, mana deb bundan chiqib turdi. Balki uni yo'q ham. Chiqqani ko'rinma, shunda uzundan afasga Xaltga yetib qo'ydi. Maqsad shunda xaltini setiqliq bozorda. Har bir sabaqa bizning kelgizib qo'ymasa, u ari tutudi da o'zim. To'yab qolamdiki, odamdan bir shoshaydi. Ya xotinning o'zimi bir tatib qo'ygan ekan. Qiz o'zim bilan tatib qo'ygan ekan, alaqa yeb to'yib qolgan bo'lishga. Belki yana qolgan chiqqan ko'ryapman. Üzümne bir karanlıkta bir eğer öyle kuşkaç bir yıl koymayı düşünmezsin. Burada mı bir rızkı var? Ben de özden rızkını yeme ama insanların rızkını yemezsem de kaldı kendisi koyması olmaydı. Karan çıkasaydı öyle tahtımı mektub koyarsa. Saç kalmamanda. Üzüm bekle balıkta ya azraqmanın közü bulandı ama adamın mümkün emezsen bir köye bulaş. O cika, üzüm cika oldu. Sanki şahsi bir oylası gözümün gözü bulaş mümkün. Turpanda her yapılamaz mümkün. Bizim kitap çok şaşırdı şahıs dokunur. Eğer yeketmesin de. Bunda halk bildiğimiz. Layıklıp çizdiğin o şeyler ne? Ya şahıs dokun şak ufak. Ende çatsa şahıs dokun açık olan diye bizim yemeyiz. والسبب في اختلاف ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. Demek hadisler Kur'an ile kıyas kılıp kalganda göründü. Ama sütne fi ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارسا فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليه. أبا حثمة رضي الله عنه عندما ملçede şey ivatipti. İvatsa mağan zakatki yapmadı mı? Lekin bunu bayatın delil kılmadı. Abu Hasma'nın ivatsa Abu Hasma belgelep boğan iken o kişi şikayet etti Resulullah. Sizin kadirlere, zakatçilere mesela artık belgelep kaldı. Fakala Resulullah inna ibn ammak yaz'um enneke zitta aleyh. Ve bu biznevre fıkan bunda deydi o sen bak cık belgelep tuttu deydi o. İbn ammak deyine belki ibn amı buluşu mümkün ya ki adetim Araplar bir kabilden bir karandaş aymakta olası ibn ammak da bulaşmıyor. Fakat ya Resulallah laqad taraktu lahu demek o zakatçının da Resulullah'ın kadiri ey Resulullah men bunu zulüm qilgan o artık belgiletke yok. Onun aşo ariyeti ehli degene qadr ariyet ehli ya ailesi aşında tabi Allah qo'rg'an qavmin yigizkasi bir puta beyish uchun uni qo'yib qo'ydim demakchi. Yoki endi biz sizga bir YouTube qavmini mana biz yanında bereyil deb qasi bir vaqt ekan, uni qo'yib berdim demakchi.
وما يطعمه المساكين عندن بشارلığım ki bazı bagdak onu ayrım çıkarıp ettim. وما تسقطه الريح şamal burallı çürütülgan orada onu çürüt isalımıdım. Andın qağını da bundan okuyanda bekkençilik qildim bunu demoqchi. فقال قد زادك ابن عمك وانصفك. Sonra adillik bilan insaf bilan belgilab turmana deb. Zadak deb Jiq beribdi demak. Ziyoda berib jiq qo'yib turibdi demoqchi. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فدعوا الثلث. Onda mölçerlep qalsanlar ağınını elib 3'ten 1'ni qo'yib qo'yinglar demoqchi. Nima 3'ten 1'i? Nimaga? Balchaqlar esa mehmondachilik, qo'lin qo'shniga chiqaradigan, bir sadaqa beray desa, buni qo'yib qo'yinglar demoqchi. Bütün mesap 3'ten 1'ni Bütün müydün yani. 3'ten 1'ni qo'yunda 3'te 2'dan zakat qildi bundan qo'yinglar. Fa illam tad'u thulutha fad'u ar-ruba. 3'ten 1'ni qo'yib bag'ini kemmay qilib qolsa, 4'ten 1'ni qo'yib qo'yinglar. وروي عن جابر bu Abu Davud Tirmizi Nesai rivayet qilgan bu. وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرس فإن في المال العرية. Mana mölçerlegen çağda yengilrek sal qo'yib berib mölçerlanglar. Chunki bu malning ichida ariya bor. Ve ariya boshqalarga mana bir yeb turala, mana muyusni yevaslar deb bunda berib turganlar bor. Shu bag'ning egisi boshqalarga berib turgan. Ariyat berib turgan. Ariya degan o'sha ariyatdan kelib chiqqan. Val akila. Akila degan shu bag'da ishlaydigan, yo'lni qildiganlar, yeydigan meva-cheva demoqchi. Val wasiya vasiyat qilgan malban demoqchi. Ma'lum bir manchilikni nimaga urangdab odam vasiyat qilib qo'ygan bo'lsa, val amila ishchilar, amil degan ishchilar. Val nawaiba. Nawaib degan bo'ron chiqdi, yomg'ir yog'ib ketdi yoki o'ldirib chiqib qoldi, ya to'nglab tushib ketdi. وما وجب في الثمر من الحق. Yani onun müşradan sırt andın vacip olan zekat var. Şu yengilerek mülçerlanlar. Ve emmel kitabul muarad lihadil athar vel qiyas. Bunun ayet bilen bazı kıyas zikep kaldı diyen to. Ayet kaysaydı. Kulu min semerihi idha asmara ve atu hakkahu yevme hasadih. Yani kulu min semerihi dedi. İdha asmara. Meyve olanca da meyvesi yanlar ve usulüne ağan künde zekatını ayranlar dedi. Yani kulu min semerihi diyen gap var o. Grisi buldu. Demek aşağının bir kısmından da o'z yeb ichkini o zakat mülçerine dair kirmaydi demek. Kulumun temeli degandik. Ama kıyas çoğa feli annahu malun fevacebat fi zeka asluhu sairul amwal. Yani bu mu bir mal olan iken bunun zakat vacip buldu diyen kıyasta değil. Bu kıyas halinde nima zikrildi o? Ayet zikrish kerak aslida. Hadis zikrilmay shuni ama çünkü bu yerda yegan mevchimi zakat vacip bo'lgan mal demekçi. Nima uchun uni zakat vermaydi deymiz yoki uni hisoblamaymiz deymizmi? فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الأجناس. Demek bu zakat qanchalik vacip bo'ldi, miqdori qanchalikdir degan munosabat mashhur masalalar shu deydi. Ana shu 3 turlik narsada zakatni o'zidan chiqaramiz deydi. Shunami? والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها. لم يختلفوا أن إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مزاة. Demek مش ناس ديان قاسة الحيوانات حبوب ثمار بر عندن نقدين ولا altın gümüş hayvanatlı var altın gümüş var عندن açlık var üç neside demek çıkacaksın üç neside üzdün zekat çıkarıp kalsıyor hiç bakın şunun üzdün derse mesela tökü yaptıkken tökünün manş tökü ma tökü de verdi koy yaptıkken koydun verdi altın gümüşden kaç ayırıp verdi açlık yaptıkken ondan birine gibinden birini ayırıp verdi üzdün bunda ittifak meyli bulduğunu Allahu Ekber. واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز. Yani aşağıda mesela bayatımız diyendek faktın oruna setiflamında bahsediyendek tügünü seter mesela ya yendi pul varken tügünün oruna pulunu verse ya açlıkın oruna pulunu verse ya altının oruna kağıt pul verip de mesela ya onun oruna başka nasıl verip de mal mesela. Bulamda bulmamda o demek. Hadisli belgilengen miqdardan başka şu narsanın qimmatida başka bir narsa bas bo'lamda bo'lmamdi demak. Faqala Malik va Shafi'i, İmam Malik va Shafi'i
İmam Ahmed bu billah la yejuzu ihracul qiyam fi zakavat badal mansuta alayhi fi zakavat. Belgilengen aşı. Mançı kalıda mança koydu mança degan aşı nima bu? Yoki açlık meyve usuldu mu ondan beri deganda şunu belgilengen şu narsadan boshqa chiqasi bo'lmaydi dedi. Ve qala Abu Hanifa ve ashabuhu deydi. Yani bir mezhepte yecuz sevaun qadara alal mansus alayhi aw lam yaqtar. Yani aş degan narsa, hadis degan narsa şunu beralsın yoki uni berilmaydigan bo'lsin, o'xshash deydi. Bunu beradigan bo'lsin, endi pul olib pul berasi bo'laverdi demoqchi. Ve sebeb ixtilafihim hal zaka ibadatun aw haqqun wajibun lil masakin. Bu zakat degan sap aşı ibodatmi yoki miskinlarning sap haqqimi? Albatta unda ishkirisning azroq nimasi bor, ibodatga ibodat, kambag'alning vojib, lekin sap ibodat deb qalsak unda sap munda deb qalsak munda bo'ldi demoqchidir. Faman qala inna ibodat deb qaraganlar in akhraja min g'ayri tilkal a'yan lam yajuz degan narsadan boshqa chiqarsa ba'zi bo'lmaydi. Liannahu idza ata bil ibada ala g'ayri al jihati al ma'mur biha fa hiya fasida. Chunki ibodatni buyurilgan bo'yicha o'qilmay boshqacha o'rindab qalsa buzilib ketdi bu ibodat. Va man qala hiya haqqun lil masakin, yoq bu miskinlarning haqqida deb qalsa, o qimmat bilan shu molning o'zini berish o'xshash, farqi yo'q. Va qalat Shafi'iyya lana an naqul. Shafi'iyning zotidilibdi. Biz manda deb turvasak bo'ldi deb. Ma'qul bu miskinning haqqi ekan deb ma'qul deb turaydi. Anna shari inma allaqa al-haqqa bil ayn qasdan minhu li tashrik al-fuqara ma'al aghniya fi a'yan al-amwal. Shariat shu narsaning o'zini birsa deyishda ash kambag'allarni ash boylarning ash malga shirk qilib qo'yish uchun o'zida mushuning manchilik qismi kambag'alning deb shirk qilib qo'yish uchun ashni birsan degan deydi. Bu ham bir ba'na ko'rsatishda ham Hanafiya bunda deyish mumkin. Innama khussat bizikr a'yanul amwal tashilan ala arbabil amwal. Bu mal egilerge manchi tugosi manchi birinlar manchilikni o'shirishni ayron deb belgilashda ashuli qulay bo'lsin deb shu qo'lingni banasini kechirmishingda ayirmasang bo'ldi degan deydi. Yani u yerdan pul tep ekilib boshqa narsani birib avurmaslik uchun. Lianna kulli zimalin nima yasul alayhi al-ikhraj min nawal mal alladhi bayna yadayhi. Demak, qo'lda bor narsani chiqarish oson bo'ldi. ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود. Şu an bazı hadislerde kiyim kiçek, rah, gezmal tutsağı adamında diye bir adamın tölümüne, can tölümüne töleydiğin tölümde asli yüztüğü o. Hem de bu şahide mesela gezmal tutsağı, rahçılık, kiyim kiçek satığı adamı olup kalsa o töge etsek, o bazağa vurup töge alimanda, mal vazirde ayrılım jiramlandı bu. Kaç yıl 200 to kiyim tölsem buldu adam bunda belgilgen. Demek qo'lda bağladım kaç yıl ayrılsa bu asan boğalıqtın şu anım kıygan. Ajdın kıymetini bulandı üstügün o ya. Mesela halil olsa. Yani şu çağda anda bir kiyimli belki sal kıymetrek vaklamdı. Ayrıca tokumusuzluğunda işte kolay olmayan diye. Kıymetrek lekin şu çağda bir tögüge ikki hilla, ikki qur kiyim kildiği vakla şu. Kiyim kıymet asli. Üç kiyimde kivasigen anda bir 2-3 yıl sanma kiydiği vakla. Lekin anda bu yerde bir hadis var da. Ha, total. Şimdi bu Abu Hanife'nin delili nima bunun da? Delilini bayan qilmadi hozir. Nima? Rasululloh Muazne Yemenga zakat berishga aytgan nima? Ya'ni shahadat la ilaha illalloh deydi, onda namoz o'qish varligini uqtirgan, undan ekan manchak zakat berganlar uqtirgan dedi-ku. Fainhum ajabuka fa'alimhum deb. Deganiga zakat nima qilishga bo'lgan bu. Sahih Buxoriy hadisida Qalmad radhiyallohu anhu li ahli Yaman ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دبتكن. Sizler buğday konak bunu üşürge, bunu birimen devcümey, kim kiçek, mandanasını belanlar. Bu silgimi asan. Çünkü Yemen'de cıkalık tokulmuşluk şu çağda, cık terakkikaya yağıgan iken. Ama adamın oyda biznes tokup durduğumda işte bakken. Silgimi asan. Bunu da Medine'ye verip kalsam, yani Yemen'de kambag'allarga berdi. Ular aşkından da Medine'ye yollab kalsam, bu Resulullah'ın zekat layık kıldığı sahabeler için mi bu paydalar. Ona aytganlar bor. Lekin kiyim kechak u yerda to'qimchilik olmagan ekan, kiyim kech yo'q debdikan. Undan keyin ashli hosilning o'rniga kiyim kechak beringlar degan gap bor.
Ama bu Buxariyda muallaq rivoyat qilingan hadis. Yana bir dalil, Rasulullahning farz belgilangan kitobida agar zakatga belgilangan yoshdagi tugi bo'lmay qolsa, uning tuvan bir tugini elib 20 tanga ketib oladi. Agar bo'lmasa ustidagi yuqori yoshdagi bir tugini elib 20 tanga qaytirdi, 2 qo'y qaytirdi dedi-ku. Bu qimmatmi, qimmat emasmi? Qimmat shu. Yani onu bazardan ta bunda qilishimiz bunda bir rasm buldu demek. Demek qimmatini nima qilish? Shun dalili kuchli. Maktabda shu yumilib kuchli faqat va la'alla mazhab Abi Hanifa aqrab lis-sawab. لأن الفقير قد يحتاج إلى قيمة أكثر من العين. Ameliyat şu oldu. Zekat fitrda bo'ldi-ku Saudiya Arabistonda. Bir tarafdan buğdayni biz elib qaravoyda tutqizamiz. O qaravoy abriblar meni yarim qimmatiga shu buğday sotqanim shu şeydan o'ttirdi oyilda. Uni yerime ya tugaydi shu foyda olgan hammasi nima ayliq oshliq sotqadim foydalab kambag'alning qo'liga shu zakat fitrining yerimdan azroq qimmati qo'liga tegib qolgan yo'q. Buxariymi shu nimani tarjih Abu Hanifadan qarshi. Mana Abu Hanifaga 3 bo'lsa-mu dalil jihatdan shu bog'liqda shuni tanlagan. Sahih Buxariyda shuni tarjih qiladi. Buxariyda ko'chmasida Sallam yaqtumayın ayırba. Tola İmam Abu Hanifa'nın qarashlarini va qala ba'dun nas deb qo'yib, qattiqroq tanqid qilmoqni g'ashba. Allohu a'lam. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.